Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida ikki o'lchovli massivlar mavzusini davom ettirgan holda bugungi darsimizda ikki o'lchovli massivlarning diagonallari haqida gaplashamiz. Mavzuni nomidan kelib chiqqan holda 4-inchisi diagonallar. Asosiy funksiyani yozamiz. Random funksiyasini yozamiz. Print matrisaning o'lchamini kiriting. Val in recline to int. Matritsani o'zini kiritamiz. A array n int array n, ya'ni ikki o'lchovli matritsani kiritdik. For in null until n, for g in null until n hamda I massiv elementlarini random funksiyasi orqali 100 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida kiritamiz hamda cout tasodifiy matrixa elementlari in null until n for g in null until n cout aeg bitta joy tashlab bizga kiritib chiqazib bergan tasodifiy matrixa elementlarini yozdik. Endi diagonallari haqida gaplashamiz. Misol uchun olaylik 2 3 4 5 6 7 8 9 3 matrixa uchun olaylik buni misol tariqasida. Buni indekslarini biza ko'rib chiqdik. 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. Mana hozir shu yerda asosiy diagonal bor hamda ikkita diagonal bor. Bu yerda asosiy diagonal hamda yordamchi diagonal bor. Asosiy diagonal deganda asosiy diagonal elementlari asosiy diagonal elementlari bular qaysilar? 1 5 9. Ya'ni qavschiga yozib qo'yaman indekslarini 0 0 1 1 2 2. Bular asosiy diagonal elementlari. Xuddi shundan bitta kopiya olamiz. Endi yordamchi diagonal bor bizda. Yordamchi diagonal elementlari bor. Bular 3 5 7. Ularni ham indekslarini yozib qo'yaman. 0 2 1 1 2 0. Ya'ni mana asosiy diagonal 1 3 5, yordamchi diagonal 3 5 7. Bu 3 ga 3 da ham xuddi shunaqa, 4 ga 4 da ham xuddi shunaqa bo'ladi, 5 ga 5 da ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi xuddi shuni hozir sizlar bilan qanaqa qilib asosiy diagonal elementlarni chiqarishni, qanaqa qilib yordamchi diagonal elementlarni chiqarishni ko'rib chiqamiz.
Buning uchun biz bitta cout deymiz. Asosiy diagonal elementlari for e in null until n for g in null until n shart beramiz. Agar massivni i teng g ga bo'lsa, i teng bo'lsa g ga, ya'ni mana qaranglar 0 0 1 1 2 2, ya'ni aytib o'tganimizdek chap tomoni, ya'ni birinchi kelgani i indeks hisoblanadi, 10 tomonidagi esa g indeks hisoblanadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, hammasida bir xil bo'ladi. Birinchi kelgani mana chapdan o'ngga o'qiganimizda birinchi kelgani mana bu inch indeks, mana bu esa g indeks hisoblanadi. Ya'ni i bilan g o'zaro teng bo'lsa, bu asosiy diagonalni elementlari bo'ladi. Agar i g ga teng bo'lsa, cout a i g deymiz. Bitta probel bilan javob tashab asosiy diagonal elementlarini chiqazib bergan deymiz va dasturni bitta ishga tushirib ko'ramiz. Bizga kelamiz kerak edi. Bu hozir 3-min matritsni tushirib yubordim. Bizga 4-si kerak bo'ladi. 3 o'lchamli 3x3 matritsa kiritaman. Uning uchun 3 ni kiritaman va bu yerda mana asosiy elementlarimiz 18 68 21 mana. Asosiy diagonal elementlari 18 61 21. Xuddi shu tartibda davom etamiz. Endi shundan bitta kopiya olamiz va biza yordamchi diagonalni chiqazamiz. Yordamchi diagonal elementlari. Endi yordamchi diagonal elementlarni topish uchun nima qilish kerak? Yordamchi diagonal elementlari mana 0 2 1 1 hamda 2 0. Endi buni topishimiz uchun i ga g ni qo'shganimiz общий matritsani o'lchami 3x3 bo'lgani uchun n soni 3 hisoblanadi. I ga g ni qo'shganimiz 2 chiqyapti har doim. Ya'ni biz shart beramiz bu yerga. i-inchi elementga g-inchi indeksga g indeksni qo'shganimizda u teng bo'lsa, n sonimiz bizda 3 bo'ladi. 3 dan 1 ni ayirganimga, ya'ni 2 teng 2 bo'lsa, mana faqatgina i ga g ni qo'shganda 2 chiqadigan element mana shular. I ga g ni qo'shganim teng 2 bo'lsa, n-1 ga teng bo'lsa, massiv elementlarni chiqazgan deymiz. Dasturni ishga tushiramiz. Hamda 3x3 matritsa uchun asosiy diagonal elementlarini hamda yordamchi diagonal elementlarini chiqazib bergan deb aytamiz. Mana asosiy diagonal elementlari 9 84 6, mana 9 84 6, yordamchi diagonal elementlari 77 84 0, 77 84 0. Endi bular ustida yana boshqacha misollar ishlab ko'ramiz. Bularni hozircha kommentariyaga olib turamiz, asosiy diagonal hamda yordamchi diagonallarni. Endi bizga boshqacha misollar ham berishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni asosiy diagonal va yordamchi diagonal qaysi ekanligini bilib oldik. Asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlarni chiqazib bering degan savollar bo'lishi mumkin. Asosiy diagonal mana 3 5 9,
undan pastda joylashganlari esa mana 4, 7, 8. Ya'ni 4 bundan bitta kopiya olamiz. Ya'ni buni davom ettiramiz. Bizaga 4, 7, 8 elementlari kerak. Ularning indekslari esa 1, 0, 2, 0, 2, 1. Biza uni topish uchun nima qilamiz? Mana yaxshilab qarasanglar 1, 0, 2, 0, 2, 1. Ya'ni buni topishimiz uchun indeks mana indeksimiz indeksdan katta bo'lishi kerak. Mana bittasida 1, 0, 2, 0, 2, 1 har doim indeksimiz indeksdan katta bo'lishi kerak. Katta dan bo'lishi kerak. Shundagina biza xohlagan sonlar kelib chiqadi. Ya'ni mana bu sonlar kelib chiqadi. Bu sonlarni topish uchun deb mana so'roq qo'yib qo'yamiz. Natijada dan katta bo'lsa, mana shu indeksdagi elementlarni topa olamiz degani. Endi xuddi shu yerga bitta mana bundan kopiya olamiz. Va bunga yozamiz yordamchi element. Yo'q, bu hozircha asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlar deb yozamiz. Diagonaldan pastda joylashgan elementlar. Buning uchun shartimiz bor. Mana katta dan bo'lishi kerak. Dasturni ishga tushiramiz hamda klaviaturadan 3 sonni kiritamiz. Sonni kiritsak mana asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlar. Mana asosiy diagonal 9, 74, 73, undan pastda joylashganlari 54, 49, 83. Mana 54, 49, 83. Bu turaversin. Endi xuddi shundan yana bitta kopiya olamiz va kengisini topamiz. Ya'ni bizaga asosiy diagonaldan yuqorida joylashgan elementlarni so'rashi mumkin. Mana yuqorida joylashgan elementlar 2, 3 hamda 6. Mana asosiy diagonal 1, 5, 9, undan yuqorida joylashganlari 2, 3, 6. Ya'ni mana bu hamda mana bu indeksdagi elementlar. Buni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni bular 2, 3 hamda 6 sonlari 0, 1, 0, 2 hamda 1, 2. Bularni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Xuddi shu ishning teskarisi. Ya'ni indeks dan katta bo'lishi kerak. Mana 0, 1, 0, 2, 1, 2. Ya'ni indeks bundan katta bo'lishi kerak. Xuddi shunda teskari shartni bajarsak bo'ldi. Bundan bitta kopiya olamiz. Mana shu elementlarni topish uchun mana shu shartni bajarish kerak. Asosiy diagonaldan yuqorida joylashgan massiv elementlari. Buning uchun bizga teskari shart berilsagina kifoya. Dastur ishga tushiramiz.
hamda klaviaturadan 3 matritsa uchun 3 sonini kiritamiz. Asosiy diagonaldan yuqorida joylashgan elementlar bular 19, 17, 32. 19, 17, 32. Dastur to'g'ri ishladi. Endi davom etamiz. Bundan yana bitta kopiya olamiz. Hamda bizaga so'rashi mumkinki, bizdan yordamchi diagonaldan yuqorida, yordamchi diagonaldan pastda joylashgan elementlarni toping. Ya'ni yordamchi diagonal, yana bir marta qaytarib o'taman, 3, 5, 7 sonlari, undan yuqorida joylashgan sonlar 1, 2, 4, yordamchi diagonaldan pastda joylashganlar esa 6, 8, 9 sonlari. Ya'ni mana indeksli bo'yicha ko'radigan bo'lsak, yuqorida joylashganlari mana 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, pastda joylashganlari 1, 2, 2, 1, 2, 2. Buni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bularni oldin yozib olamiz. Bular qaysi elementlar? 1, 2 hamda 4. Indeks bo'yicha yozamiz. 0, 0, 0, 1 hamda 1, 0. Buni topishimiz uchun I elementga G elementni qo'shganimiz birdan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Birdan kichik bu 0, teng bo'lishi kerak degani bu 1. Ya'ni 0 va 1 bo'lishi kerak elementlar yig'indisi. 0 bo'lsa buni oladi, 1 bo'lsa buni oladi, 1 bo'lsa buni ham oladi, buni oladi. Bo'ldi, undan yog'i kattasi kirmaydi bunga. I ga G ni qo'shganimiz kichik yoki teng 1 bo'lishi kerak. Shunda mana bu elementlarni topa olamiz. Buni topishim, bu elementimiz asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlar. Hammasini yoniga yozib qo'yaman. Bunisi esa asosiy diagonaldan yuqorida joylashgan elementlar. Bundan bitta kopiya olamizda, xuddi shuni yordamchi diagonaldan yuqorida joylashgan elementlar uchun ishlaymiz. Yordamchi diagonaldan yuqorida joylashgan elementlar. Buning uchun mana bu shartni qanoatlantirishi kerak. Dasturni ishga tushiramiz hamda klaviaturadan 3 sonini kiritamiz. Mana yordamchi diagonaldan yuqorida joylashgan elementlar. Yordamchi diagonal 3, 5, 36, yuqorida joylashganlari 34, 62, 58 sonlari. Dastur to'g'ri ishlayapti. Endi 4-holatga o'tamiz. Yordamchi diagonaldan pastda joylashgan elementlarni topamiz. Yordamchi diagonaldan pastda bu yordamchi diagonal, undan pastda joylashganlari 6, 8, 10. 6, 8 hamda 9 sonlari. Ularning indekslari 1, 2, 2, 1 hamda 2, 2. Bularni topishimiz uchun qanaqa shartni bajarishimiz kerak? Bularni topishimiz uchun yig'indisi I ga G ni qo'shganimiz katta bo'lishi kerak 3 dan. Katta yoki teng bo'lishi kerak 3 dan. Ya'ni 2 ga 1 ni qo'shsak 3, bu shartni qanoatlantiradi. 2 ga 1 ni qo'shsak ham 3, 1 ga 2 ni qo'shsak ham 3, 2 ga 2 ni qo'shsak 3 dan katta bo'lishi kerak, katta yoki teng.
Endi uni dasturda ishlab chiqamiz. Yordamchi diagonaldan yuqorida yo pastda joylashgan elementlari katta yoki teng 3 bo'lishi kerak. Dasturni ishga tushiramiz. Hamda klaviaturadan 3 sonini kiritamiz. Pastda joylashgan elementlari 46, 9, 99, 2. Mana dasturimiz hamma tomonlama topib chiqdik, hammasi to'g'ri ishlayapti. Mana bu yerda hammasini kommentariyada qoldiraman, qaysi elementlarni qanaqa topish kerakligini. Asosiy diagonal elementlarini topishimiz uchun xuddi shunaqa qilamiz. Buni ham bitta kopiya olamiz, bundan o'chiramiz. Tursin. Asosiy diagonal elementlarimiz mana bundan bitta kopiya olib turamiz. Bir 5, 9 sonlar asosiy diagonal elementlari. Uni indekslari 0, 0, 1, 1 hamda 2, 2. Buni topishimiz uchun i teng g bo'lishi kerak. Yordamchi diagonal elementlari bundan bitta kopiya olib yoqqa tashlaymiz. Yordamchi diagonal elementlari esa 3, 5 hamda 7 sonlari. Ularni topish uchun nima qilish kerak? 0, 2, ularning indekslari 1, 1 hamda 2, 0. Buni topishimiz uchun esa i ga g ni qo'shganimiz teng bo'lishi kerak n-1 dan. Mana asosiy diagonal, yordamchi diagonal. Asosiy diagonaldan pastda joylashgan, asosiy diagonaldan yuqorida, yordamchi diagonaldan yuqorida, yordamchi diagonaldan pastda joylashgan elementlari topish dasturlari. Mana bularni ham ishga tushiramiz va 5 ga 5 matritsa hosil qilamiz va bitta tahlil qilib chiqamiz. Mana asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlar. Mana boshqatdan bitta run qilamiz. Bu yerda yordamchi diagonaldan yuqori joylashgan elementlarni topishda biroz xatolikka yo'l qo'yamiz. Uni sirasi to'g'rilab ketamiz. Uning uchun yordamchi diagonaldan yuqori joylashgan elementlarni topish uchun i ga g ni qo'shganimiz n-2 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Bu yerda esa yordamchi diagonaldan pastda joylashganlarni topishimiz uchun esa i ga g ni qo'shganimiz katta yoki teng n dan bo'lishi kerak. Endi xuddi shuni boshqatdan ishga tushiramiz. Yo'q, mana bu yerda to'g'rilamadik uni. Yordamchi diagonalda joylashganlar n-2, yuqorida joylashganlar esa n. Mana endi qayta tushiramiz ishga va klaviaturadan 5 sonini kiritib 5 ga 5 matritsa uchun ishlaymiz. Mana
Asosiy diagonaldan pastda joylashgan elementlar. Bu asosiy diagonal, undan pastda joylashganlari asosiy diagonal mana 64, 25, 43, 63, 92. Undan pastda joylashganlar 1, 27, 19, 71, 17, 49, 6, 91, 177. To'g'ri ishlayapti. Ikkinchisi asosiy diagonaldan yuqori joylashgan elementlar. Asosiy diagonal mana yuqori joylashganlari 17, 4, 23, 20, 84, 62, 9, 43, mana 43, 16, 26. Bu ham to'g'ri. Yordamchi diagonaldan yuqorida joylashgan elementlari. Mana yordamchi diagonal, undan yuqorida joylashgan elementlari 64, 17, 4, 23, 1, 25, 84, 27, 19, 71 sonlari yordamchi diagonaldan pastda joylashgan elementlari. Pastda joylashganlari mana 9, 43, 16, 49, 63, 26, 1, 77, 92 sonlari. Dastur to'g'ri ishlayapti. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.